Vampirlar kundaligidagi top 5 ta eng kuchli vampirlarni sanab o'tamiz. Birinchisi Hop Michaelson Tribrit hisoblanadi. U eng qadimgi birinchi avlod vampirlardan va shuningdek u kuchli jodugar hamda vampir. Shuning uchun ham uni yenga olish qiyin. Oddiy oq eman bilan ham, boshqa usullar bilan ham uni o'ldirib bo'lmaydi. Marcel birinchi avlod vampirlardan ham ko'ra kuchliroq qilib qayta yaratilgan vampir hisoblanadi. Bu kuchlilik jihatidan hattoki Klaus Michaelsonni ham yenga olishi mumkin ekan. Uchinchi o'rinda albatta siz biladigan Klaus Michaelson. Klaus Michaelsonni oq emanga o'rnatilgan qoziq bilan yengish mumkin, lekin uni hatto o'zining akalari ham yenga olmaganligi hamda birinchi avlod vampiri bo'lganligi, birinchi gibrid bo'lgani uchun ham uni kuchlilar safida ko'rishingiz mumkin. To'rtinchisi Elijah Michaelson. Elijah Michaelson oddiy vampirlarga qaraganda bir necha barobar tezkor, kuchliroq hamda gipnoz qila oladigan qobiliyatlarga, fikrlarni boshqara oladigan qobiliyatlarga ham ega. Shu bois ham uni 4-o'rinda qo'ydik va u eng birinchi avlod vampirlardan eng keksa va qarilardan biri hisoblanadi. Va 5-o'rinda Alaric. Eser tomonidan yaratilgan vampir hisoblanadi, faqatgina birinchi avlod vampirlarni o'ldirish uchun. Hattoki uning kuchi Elijah yoki Klausdan ham kuchliroq yugura olgan yoki ular bilan teng bo'lgan deb tasvirlanadi. Faqat uning eng yomon tomoni u Elena bilan bog'lanib qolganligi edi. Sizningcha eng kuchli vampir qaysi biri? Albatta kommentariyada yozib qoldirishni unutmang.